ana uni so'yib yuborlaring. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmi o'rta? Nima gap? Ha, tinchlik. Ana to'yin kuni so'yilgan ho'kiz bor edi-yu. O'sha mazali chiquvdi. Ha. Shuni Abdulhay akadan olganmiding? Ha. Shunga iltimos qilsak, menga ham bitta yaxshisidan qilib bersalar. Mayli, xo'p. Nimaga o'zi tinchlikmi? Ha, bir ishim o'xshab qolgandi, shunga bir ehson qilmoqchi edim. Gap yo'q. Sen ham indamasdan ancha-muncha ishni bitirib yuborasan, ha? Ha, endi nasibada. Hozir his qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafarboy qalaysiz? Aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Ana to'yim kuni ho'kiz so'yib bergandiz-ku. Ha. Yaqin og'aynim so'rayapti. Unga ham xuddi shunaqasidan kerak ekan. Borda shunaqasidan. Aynan yetilib turgani bor. So'yilishga tayyor turgandan bor. Qachonga kerak ekan? Bugun kecha. Ha, shu kechaga aka. Mayli, qilib beramiz. Ha, zo'r bo'lardi. Keldim, chaqiruvmidingiz? Hashayaga qaralaring. Ana kilosini taroziga tortib, keyin nech puldan qilib beradilar kilosini? Shuni aytsa, plastikni tashib yuboramiz. Xo'p, Abdulhay aka, u ho'kizni bir tortib bersangiz, shu kilosini nech puldaligini aytib yuborsangiz, plastikdan tashlab yuborganmiz. Zafarboy, odamni xijolat qilyapsiz, har doimgidek-da. Ha, bo'ldi. Javobizni kutamiz unaqada. Xo'p. Ana ho'kizni taroziga tayyorlaylar. Xo'p. Qarozi trillion shunda taroziga chiqarsa, ho'kizi kilosiga 60 mingdan berasan. Agar go'sht o'ziga bo'lsa 100 mingdan berasan. 100 ming? Ha. Yo'q. Ha, nima? Arzon emasmi-ja? Ha, yo'q. Endi kim gaplashib berdi? Baraka top. Ha, hazillashyapman. Abdulhay aka o'zi shunaqa odam. Hatto bayram kunlari ham narx shunaqa bir xil ushlaydi. Har doim bir xil, stabil narx. Baraka topsinlar. Abdulhay aka. Zafarboy, sal uzrli vaziyat chiqib qoldi. Shu buqani ertaga tortib bersam maylimi? Tinchlikmi, nimaga? Hozir yodimga tushib qoldi. Yaqinda yem beruvdik. Uni ustiga bolalar suv bergan ekan. Bu jonivor ham 15-20 litr suv ichadi. Ertalabgacha kutsak, shu yegan ichgani hazm bo'lib chiqib ketardi. Shunda taroziga tortsak, to'g'ri bo'lardi-da. Ha, bo'ldi aka. Xo'p. Haligi do'stingizdan ham meni nomimdan uzr so'rab qo'ying. Xo'p bo'ladi. Xo'p aka. Nima deysan? Qo'yil. Hali ham shunaqa odamlar bor-a.